Orqamda turgan Damas mashinasini qabul qilib olganmiz. Bundagi muammo motorda taqqillash ovoz bilan kelishgan. Egalari tekshirib, ko'lsa bo's berish deyishgan, lekin buni tekshirib ko'rdik, ko'lsaga aytmaydi. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatib tursangiz, bu albatta manfaatli video bo'ladi. Xullas, ko'lsa bosishga umuman iloji yo'q. Sababini ko'rsataman, yaqinroq olib kelsangiz. Hozir strelka 0 da turibdi, lekin qomni 10 sotuq 12 sotuqqacha qovun bo'lib qolgan. Bu holatda ko'lsa bo's bo'lmaydi. Zavodskiy ko'lsaga 2 sotuq 3 sotuqqacha ruxsat deyilgan. Bu video qilishimizdan sabab ko'pchilik shu holatda jabr ko'radi. Nimaga deyilganda, ko'p ustalarimiz, hammasi ham emas, ayrim ustalar xuddi shunaqa qilib qo'l bilan virbitkasini tekshirishadi. Virbitka yaxshi bo'lsa, ko'lsa bo's berishadi, lekin mijozlar kelishadi-da, ko'lsa bosganimizga 10 kun, 15 kun, yo'q 1 oy bo'ldi, 2 million sarf qilganman, aptolga borib deyishadi. So'rasa, qo'l bilan tekshirib bo's berishgan deyishadi, lekin bu narsa xato. Oddiy misol, bu Mutremer oldinlari $400-500 topish qiyin bo'ladi, rossiyskiy bo'ladi. Hozirgi kunda Xitoylar chiqib ketgan 400 ming, 500 mingga beradi. Stokalar olishsa, o'zlari uchun ham, mijozlar uchun ham manfaatli bo'ladi. Bu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar, albatta like bo'lsa, biz sahifamizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu motorga aylanib ketdi. Xudo xolasa tayyor bo'lsa, nech pul bilan shu motorimiz chiqib ketganini qo'yamiz. Xudo xolasa kuzatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.